Hammalarga assalomu alaykum. Taklifingiz uchun katta rahmat. Ustoz Fayzulla Hoshimovning ijodiy faoliyatlari ijtimoiy tarmoqlar orqali keng yoritilmoqda va bugungi kunda o'z natijasini bermoqda. Bunga yaqqol misol Qarshi shahridagi 20-son musiqa maktabi o'qituvchisi Nodirjon Azamatovichning ustoz ijodlariga bag'ishlangan ma'ruzasi. Ushbu ma'ruza uchun ma'lumotlar asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllantirilgani quvonarli hol. Tadbir Masofa Boys Zoom platformasida Gler maktabida o'tkazilib, unda savol-javoblar va ijro ham bo'lib o'tdi. Ustalarimizning xatosi bilan juda qo'pol ishlashyapti. Birinchi navbatda doirani eni 4,5 santimetrga, bu yog'i usti 2,5 santimetr bo'lishi kerak. Yosh doirachilar o'rganayotgan paytida qisam doirada o'rgansa, keyin ayniqsa e'tibor qilinadigan narsa doirani og'irligi. Demak, ustoz Fayzulla Hoshimovning ijodi ta'lim jarayonlariga ham kirib bormoqda. Ularning faoliyati yoshlar uchun ilhom manbai.